Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Begzod Minecraft bo'ldi. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan ba'zamni obzor qilamiz. Qani-ku tomosha qilingizlar, videoni o'tkazib yubormangizlar. Qani-ku unda shalkerlardan boshlaymiz. Qani ularda nimalar bor deb savol bo'ladi. Birinchisida olmos bloklar. İkincisida kitoblar va uchinchisida spxarelar va to'rtinchisida mana har xil narsalar va bunisida ham shunday. Bunisida mana set, tasilmanboz, qilich va qolgan narsalar do'stlar. Yana shunga kirib ketdim. Bunda olmos bloklar to'la. Bunda kitoblar. Bunda set. Bu bilan PvP qilgan ekan do'stlar. Timamiz. Bunda fablet. Bunda ham. Bunisida kitob, tosh, fablet. Do'stlar, bu Elitra. Bunisi bombosh. Endi bu tomondagilarga o'tamiz do'stlar. Mana set. Bu. Bunda ham shunday. Bunisida ham. Bu bombosh. Bunisi ham. Shu ko'klar bombosh ekan va bu ko'k. Bunisi ham. Bunda bo'ladi. Bunda set bor ekan. Mana do'stlar. Obsidian. Qolmadi. Do'stlar, qorong'ida ko'rmayapsizlar va men shu yoqqa fakel qo'ydim do'stlar. Bu sandiqda ekan, mana do'stlar. Mana do'stlar. Sal chiroyliroq turishi kerak do'stlar. Bu mana shu kitob ekan. Soul Grind 1. Bunda mana. Bunisida mana do'stlar. Bunisida opat. Va bunisi yog'och, loy, totem, heron, kroshin. Tasilmanboz va 1, 2, 3, 4, 5 stak obsidian blok. Aql bovar qilmaydi. Deydimi? Wow. Shuni ko'rdik va ichkaridagi sunduqlarda tosh, porox. Yozib qo'yganman. Haha. Do'stlar, mana sizlar bilan Begzod Minecraft bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Bundan oldin ham bitta video oldim. Uni qo'yib bo'lmadi. Endi bu qo'yiladi. Ketdi. Tugadi video. Hamma like, komment, obuna kutaman do'stlar. Hammaga xayr.